Xullas, ukam, mana shu mashinani-chi 2-iyinga padarsga qilmoqchiman. O, yaxshi. O'zing chiroyli qilib tarixga muhrlab berasan. Bizaga ham nasib qilsin. Faqat bittasiga. Qo'yingsa. Chaqiring. Sen olsa meni gumon bo'ldi. Sevgimiz gulxanlarda tinmay yondi. Nega seni so'zlaringgadir ishondim. Ketding oxirini o'ylamay, shunchaki jimgina indamay, bora shunchaki hol so'ramay, Qalaysan? Manmi? Telefon do'koniga kelgandim. Sabina chet eldan kelishiga yangi telefon sotib oldim. Ha, bugun bo'shman. Nima xizmat? Bo'ldi. Bo'lmasa menga Telegramdan lokatsiya tashlab qo'ysang, kechira olaman. Asadovich, bugungi erishgan muvaffaqiyatlaringizning siri nimada? Bugungi kungacha erishgan muvaffaqiyatlarim siri bu xiyonatkor va sotqinlarga bo'lgan qasosimda. Murat Asadovich, bu hayotda nimani kechirib bo'lmaydi? Bilasizmi, bu hayotda kechirish mumkin bo'lmagan narsalar sotqinlik va xiyonat. U hasaddan ham yomon. Sababi uni faqat yaqinlar his qiladi.